hurmatli obunachilar, mana Rex quyonimizni xudo xolisa bugun ko'zi yorishi kerak. Mana yozib qo'yilgan. 1-noyabrda qochgan ekan. Tricolor Rex Tricolor akras. Mana hozir yungini yulib o'zi tayinlagan gnezdoga sekin yunglarini yig'ishni boshlayapti. Mana yarim kechasi xabar olgani keldim. Mana shu xashiyani o'ziga ma'qul topgan qafasini bir burchagiga mana gnezdo yasayapti. Yunglarini yulib. Bunaqa paytda quyonni oldida suvi bo'lishi kerak, ovqati bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa bitta savizni ham tashlab qo'yish kerak. Hozir suvlaridan xabar olgani keldim. Suvlarni berib qo'yamiz. Birinchi tug'ishi. Yunglarini yulib hozir mana gnezdo tayyorlayapti.